likvid so'zini asosiy tarjimasiga kelaylik. Likvid so'zini asosiy tarjimasi bu pul degani. Ya'ni likvid bu pul. Qaysi darajalarda qancha pul borligini qanaqadir zonalarni topish orqali, mana bunaqa zonalarni topish orqali siz likvid bor yo'qligini bila olmaysiz. Chunki nimaga? Bozorda qancha pul borligini faqat raqamlar orqali ko'rish mumkin xolos. Misol uchun deylik, men chart strategiya o'chyapman-da, mana bu yerda likvid bor ekan yoki mana bu yerda likvid bor ekan. Mana bu yerda likvid bor ekan. Yoki mana bunaqa qilib qo'yishadi. Mana bu yerda likvid yig'ilibdi. Mana shuni liquidity sweep qilish kerak. Keyin narx ko'tariladi. Keyin o'zlaricha aytishadi, mana bunaqa tepaga chiqib turib, mana bu yerdagi likvidni sweep qilib turib, keyin ko'tarilib ketdi. Mana bu yerda likvid bor edi degan narsani qilishadi. Endi bitta savol bermoqchiman-da, aynan mana shu strategiyalarni o'rgatadigan, umuman bu strategiyalarda ishlaydigan odamlarga. Siz aynan mana shu narxlarda qancha likvid borligini qayerdan bilyapsiz? Qancha likvid bor? Xo'p, shu savolga javob topaylik. Likvid o'z nomi bilan pul. Siz mana shu yerda qancha pul borligini, qancha buy limit borligini qayerdan bilyapsiz?